Oyijon, kechqurun buni esa zakaz qilaylik yeyishga. Nega gaz bor-ku? O'zingiz qiling, ikkita qo'lingizda shiringina qilib. Gaz buzib qo'ydim-da, oyijon. Mayli. Kelgan bola shunda ursin. Men undoqqa zakaz qilay. Siz mana pardalarni yuvib qo'ying. Vaqt bor ekan-ku. Kir mashinam ishlamaydi, oyijon. Bu ham buzildimi? Birin-ketin narsa buzilish xosiyati yomon-da. Mayli, bundan battardan saqlasin kelin. Bundan battardan saqlasin. Azatbarchoy. Assalomu alaykum. Qo'shni, yaxshimisiz? Keling qo'shni. Qaynana kelin ikkalaylar ishlarni pirlatib qilyapsizlarmi? Ha, nimasini aytasiz? Hamma joyga endi kelin pirlab tashadi. Kelin, tevalga bo'lsa ham choy qo'ying, mehmon choysiz jo'natmaylik. Hozir. Na keling. Qani ilohim, men qo'shni. Barakat kelin. Nima qilding? Oyi, svet avtomat portlab ketdi menimcha. Kelganimdan beri uyimda bir yaxshi narsa qoldi, o'zi yo'qmi? Yo'q qo'shni. Siz gapirmang. Siz meni eshiting. Gapirmasam tilim, gapirsam dilim kuyadi. Bu kelin bo'lib tushgandan beri na kir mashinam qoldi, na aristonim qoldi, na gazim qoldi. Hamma narsam yonib. Bolam, bir oy onang onasinikida nima qildi? Seni qara yag'ir bo'lib ketganingni. Men zato buzgan narsalarini mana yerda to'g'rilab yangi qilib oldim. Bekarga buzilmagan ekan. Bahonadan bilarsam yangilanib oldi. Ey kelin. Mana bolangizni yaxshilab cho'miltiring, sas ketibdi. O'zini esalan olishga kelganimda oyimga borib cho'miltiraman. Bekor aytibsiz. Yangi kotel o'rnatib qo'yganman. Issiqqina suvlar bor. Ezib o'zingiz ham cho'miling, bu ham cho'milsa bo'ladi. Bar. Chop. Hozir. Buzilmayapti. Buzilmaydi kelin, yaxshidan qo'yganman. Bundan battardan saqlasin, oyijon. Sizdan